Muna buqa 57 ming bo'ldi. Uychi? Qancha qaldingiz uyda? Muna uy 70 ming bo'ldi. Jalolobod mal bozori. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Jalolobod mal bozorini tartib ko'rsatamiz. Muna buqalar qanchadan bo'ldi? Muna buqalar 62 mingdan bo'ldi. Hurmatli ko'ruvchilar, kanalga atalib, videoni oxirigacha ko'rdingizlar. Hozir mal bozorida, ondan keyin qo'y bozorida, keyin muna joqqa jilqi bozorida tartib ko'rsatamiz. Hozir mal bozordan boshlaylik. Sanu qanchadan oldi ava? Qanchadan oldingiz? 91-82. Narxınızı 91, berkinisi 82 ming bo'lib. Baldar erkek ekan. Buna bu qana qancha qaldın enim? Aldın mı? Qancha qaldın? 6 bir oldu. Qaysi 6? Buni 6 o. Ha, Qanchadan tushdi? 135 milyon. 135 mingdan bo'ldi. Har bir buqani 135 mingdan 6 buqani ekan. Buni Angus ekan. Buna qancha oldu Angus? Spokojno. Soda bo'ladi, soda. Soda olatawa. Qancha oldi? Qara qaysi yerda? Sizniki o. Bunday, yaxshi. Qancha o'tasan bu buqani? 250 ming dollar. Qancha bo'lsa berasiz? Qancha bo'lsa berasiz? Sardar qancha ko'tarsa shuncha oladi. Oldu, sodangiz bersin. Yaxshi sotib oling, ha. Yigitlar, bu buqalar qanchadan bo'ldi men? Bular. Satılmayacak. 300 so'ra. Bular iki buqani 300 mingga so'rabdi. Ha, bular qanchadan bo'ldi? Bilmaysizmi? Seni qaysi? Ya. Seni qaysi? Oo, buni buqa. Hurmatli ko'ruvchilar, kanalga atalingizlar. Bundan bu yoqqa mal bazalarni qaltirmay tartib kirishtiramiz. Hozir bunol joqda buqalarni tartib, ondan keyin bunol joqqa torpoqlarga o'tamiz. Ondan keyin o naraqda semiz uylar bor. Semiz uylar tartib, bunol joqda son uylar bor. Son uylarda tartib ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'rib turingizlar. Bu sizniki qanchadan oldingizmi buqalardan? Ova? Ya algan yokuz. Satamız tasbih. Qanchadan turdi sen bularda? 120 da oldu. 120. Boluş qanchadan bo'lsa berasiz bu ekoni? Bolusu 210 bolsa derim. Ekoni. Demak, 2 buqani 210 ming bo'lsa beraman dedi. Sodangizni bersin, sotib olasiz. Qancha yigitlar qancha turdilar? Çok kişine. Qanchadan bo'ldi bu buqalar yigitlar? Qo'rqmay javob ber. 60 mingdan bo'ldi. Buni buqalar 60 mingdan bo'ldi deydi. Qanchadan bo'ldi aka buni buqalar? Bolalarni aytib qo'y. 90 ming so'mdan. 90 ming so'm. Bu satılışı mı, alыныşı mı? Ha, satılış 85'ten dedi. Satılışı 85'te olsa verem deydi. Hurmatli ko'ruvchilar, buni buqalarda iyisi 90 mingdan o'tadi. Agar alatiran odam bo'lsa 85'ten beradi ekan. Assalomu alaykum. Buni buqalar qanchadan o'tadi? Bolalarni aytib qo'y, buni qaraniq qancha o'tadi? Sariq 82'den o'tadi. har birini 82 mingdan o'tasiz. Qanchadan bo'lsa berasiz? Berasiz, neden kam var? Kichkinadan kami bor deydi. Buni buqa savdo oladigan qo'ydi. Qanday aka? So'nim bu, desaq yaxshi, qancha bo'ldi bu yoqqa? 80 bin so'm qolar, 87 bin so'm bo'ldi. 87 o'lotadi. Savdo adresin sotib oldi. Bu qanchadan bo'ldi bu buqalar, bu? Alisher qanchadan ketdi ona ular? Belgisiz esa buni kishi kraskasi yotganda borib turaychi qanchadan olib tur. Bratan, qanchadan olding sen bularda? Ha, aka. Qanchadan bo'ldi cho'ng buqalar? 123 ming. Buni cho'ng buqalar 123 ming. Qancha baş oldingiz? 6 ta. Oldi. O'zbekistonga mi bari? Ha, O'zbekiston. Buni 6 baş olib tur 123 ming so'mdan. Buni tep kraskalar olib tur hozir. Voy. Otingiz kim sizning? Abdug'affar. Abdug'affar. Qaysi yerdan bo'lasiz? O'zbekiston Namangan. O'zbekiston Namangandan bo'lib kelgan. Aka, savdangizni bersin, ishingiz iyiliklardan. Yaxshilik ko'rsating. Buni qancha olib tur? Voy. Buni qancha oldi bu tutangiz? 95 de oldu. 95 ming. Qancha bo'lsa berasiz? 90 bo'lsa. 90 bo'lsa beraman deydi. Alloh.
Qancha просмотр bo'lganda aka? Bilmem, milyon kaç lira подписчигim bilen. Kaçıdan buldun bu kadar? 100 milyon. Boluş kaçına satılış ya? Şuna ne? Oldu mu? Aylan tartıp siz biliyorsun mal tarttam. Çasını teritoriyamiz koy. Ayta öyle. 95 mi? Boluşta 95'ten olsa beretiken. Yılka var. Kaçıdan buldun tuğanın bu kadar? Narkını kıvı. Ya ki bunu bu kadar kaçıdan tutasın mı? Satılışın, boluşun. 85'ten kam var orada. 85'teki kaçıdan olsa beresin? 80 üstüramda söyle veremez. 80'in üstü olsa ne berem değil. 85'ten kemi orada. Spaköyne turuyorum. Betini satmayayım. Bunlar ki tuğanlar bu kalarda. Bir şehir mi iki şehir bular? Bir şehir bu kadar iken. Kaptaraşka. 80 binden olsa beremin değil. Nolar kaçıdan oldu mu bu kadar? Çiftler. Yolar 80 bin, 81 bin şunlar oldu. 80-81 binden oldu değil. Bu kadar kaç aldınız aka? Bu 100'de otağız kam var. 100 mingde attır kemi var eken. Hurmatlı görüşler, kanal kattalыңыздар. Bundan beri mal bazarı tınbay tartып girgizip turabыз. Nolar kaçta eken bu kadar aka? 75'te. Qaysi bu kadar bu? Alay kulum kalay. Olay kudan kelip tur. Qaraqulja. Şunday aytqandar. Bunun jaktan reza bu kadar kelip turba. Ya bunu olacak sizniki? Ya bu kadar kaçtan? Nolar? Alındı kaçtan aldı? 100 bin üstünden tegiz şu bakalar satıp alıp dur. Bunu ol жерде ham сан uylар бар ekan. Bunun сан uy balası urgaç ekan 71 ming so'm bo'lib tur. 77 oldu dedi. Bu kadar kaçtan oldu? Bilmeyim değil. Kaç kalan seninki? Çalan degen. Ha can çıktın mı? Can çıktım. Ha malades. Benim bir el var benim. Kaç oldu buna uy? Bağısını aytmadı. Buna bu kadar kaç aldın kam? Aka aldı biri oldu. Altı 123'te dedin bile? 135'ten 6 bu kaldırın oldu jigit. Buna torpaq qancha aldınız Aksakal? Buna 47 ming bo'lib tur. 6 aylık onu açın. 6 aylık kunacın 47 ming bo'lib tur. Neyden varsın? Buna tarıqlı uydu qancha qaldınız aka? Buna uy 66 ming bo'lib tur. Buna buqa 135 ming bo'ldi. Ya sat bilen geliverem ya. Tabi böyle başına. Buna uydu qancha qaldыңар? 91. Buna uy 91 ming bo'lib tur. San kaç oldu san? 86 öyle? 86 bin. Torpaktan kaç aldın sen de? 14. 14. Buna torpak 14 bin oldu. Buna sağını 86 bin oldu. Şunday tuğandar Жалал-Абад mal bazarı. Hurmatlı görse kanal kattalыңыздар bundan beri mal bazarlardı kaldırmay tartabыз.